Men buni asosida film suratga olmoqchiman. Lekin hali yakunlanmagan. Kel uni birga yozamiz. Kionson balladasi. Xuddi hech nima bo'lmagandek ortga qaytib kela olmaysan. Undan ko'ra birinchi muhabbatim bo'lib qolganing yaxshi edi. Xatoyim emas. Meni orzuyimni tortib olgan birinchi muhabbatim Usubin va nihoyat qaytdi. Mening orzuyimsan. Bo'ldi, olindi. Chiroqni yoqinglar. Voy, nima yana yoqmayapti? Ha, Ijre, yana nima bo'ldi? Hammasi yaxshi chiqayotgandi-ku. Qaysi zombi o'zi bilan yoritgichi olib yuradi? Qo'rqinchli kinolarda doim shunday bor-ku. Bu shunchaki ahmoqgarchilik. Bu yana nima deganing? Pardozingizga nima qilgan? Usubin. Nima? Senga to'xta olindi dedim-ku. Sen u yerda nima qilyapsan? Davom et degandek bo'lgandek shekilli. Yana aylantiraymi? Mushukcha qayerga ketdi? Kis. Hoy, Subin, pardoz menimcha yetarlicha turibdi. Yaqinda ustozning oldiga borishim kerak. Shunday ekan. Mana endi yaxshi. Katta rahmat. Endi borishim mumkin. Pardozni tugatib bo'ldik. Ijre, mushukcha qochib ketibdi. Endi nima qilamiz? Mushuk bilan sahnani suratga olib bo'ldik. Bo'laveradi. Baribir nimadir yetishmayapti-da. Juda zerikarli. Bezak berish kerak. Buni ushla. Keyingi sahnani sen suratga olasan. Menmi? Rakursni tushunib olding-a? Nursun yelkamam uvushib qolgandek bo'lyapti. Xudo, juda charchab qilamanki bu oxirgisi. Oy, biz ham odammiz-ku, dam kerak bizga ham. Belim sinaman deyapti. Bunday sharoitlarda hech kim ishlay olmaydi. Bo'ldi, kamera. Usubin, tayyormisan? Ha. Okey. Motor! Judayam qiziq. Qanday olamda yashar ekan u? Qoyil. U meni doim lol qoldira olgan. Unga nima yoqadi o'zi? U nimaga bunchalar qiziqib qarayapti? Xayollarida nima bor? It's just two shadows learning how to stay. If this is where we began. U haqida hammasini bilgim kelardi. Hoy, bu yerda nima qilyapsiz? Hamma yerni rasvo qilibsiz-ku. Hoziroq ketinglar. Ikkinchi qism.
Nega qo'lingni tushiryapsan? Teparoqqa ko'tar. Ay, ustoz. Seni hali urmadim-ku. Choyji, hamma baloni sen boshlagansan, sen. Ay, ustoz, juda og'ridi-ku. Bo'lmasamchi, og'rishi ham kerak-da, bo'lmasam urib nima qilaman? Sen-chi, Subin? Tibbiyot universiteting nima bo'ldi? Bitiruv kursi hammaga juda muhim yil. Lekin bu film men uchun xuddi imtihondek muhim. Agar qisqa metrajli filmlar ichida eng yaxshi o'rinni ola olsam, universitetga shundoq kirib ketaman, tasavvur qilyapsizmi? Shunaqami? Bu sohani umuman tushunmaysan, yana gapirishingni qara. Yaramas dangasalar. Har kuni bitta qiliq chiqarasizlar. Hammangiz menga quloq soling. Bu maktab. Bu yerda har balo qiliq qilishni bas qilinglar. Tushunarlimi? Xo'p, bo'ladi. Hammasi yaxshimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Barakalla. O'rganib olibsan-a? Shunaqa desa ham bo'ladi. Xuddi shunday. Punam bozori. Mana bu qaytimingiz. Katta rahmat. Rahmat bolam. Keling, yordam beraman. Ha, hozir. Bu jon 5000 ga o'zingiz yaxshilab solib bersangiz, oyimga bu juda ham yoqadi. Oho, juda mehribon o'g'ilsan shekilli. Shunday ko'rinyaptimi? Sen unaqa emasmisan? Men oyim bilan unchalik chiqishmayman. Bir qarashda bunga o'xshamaydi. Bu ona va bola o'rtasidagi doimiy bo'lib turadigan muammo. Hammada bo'ladi degan. Mana marhamat. Yo xudo. Yana nima bo'ldi, a? Ular sezib qolmadimikan? Menimcha yo'q. Unda kiraver. Mayli. Voy bu. Tada! Qalay, zo'ra? Ha, yomonmas. Zombi maktabi. Rejissyor Choyji. Oho, Subin. Balosan-ku? Bilasan, Meji. Men ham sendek rejissyor bo'lgim kelyapti. Yaxshilab o'ylab qarasam, tibbiyot universitetiga kira olmasligim ham mumkin. Imtihonni yaxshi topshirmasam bo'ldi. Shunda otam ham hech nima qila olmaydi. Menga qara, Subin. Nima bu ishni shunchalik oson deb o'ylayapsanmi? Kamerani qo'limga oldim, bo'ldi, rejissyor bo'lib qolaman deb o'ylayapsanmi? Buni ustida qayta va qayta ishlashing kerak. Ancha o'ylab, filmlarni yoqtirishimni tushundim. Sen esa qaror qabul qilishimga yordam berding. Meni? Dunyoga seni ko'zing bilan boqqanimda, u iliq va baxtli ko'rindi. Lekin bular zombi-ku. Hatto zombilar yashaydigan dunyoda ham seni ko'zing bilan baxtli va quvnoq bo'ladi. Men ham shunday dunyoni orzu qilyapman. Xuddi sen kabi. Menimcha u Subin orzusiga albatta erishadi. Sen qiz ketmaysanmi? Cheche Kuksu. Bo'ldi, men ketishim kerak. O'zing ketayotganda chiroqlarni o'chirib, eshikni qulflashni unutmagin. Yaramas qiz. Do'stlari bilan kino ko'rgan. Shunaqa o'qisa edi.
Menimcha u Subin hech qachon tushunmaydi. Keling, yordam beraman. Ije, Oo, meni qoyil maqom qilib suratga ol. mening hayotimga quvonch va baxt ulashadigan inson Voy, bu yoqimtoyligini qara bularni. aynan o'zi ekan. Hoy, Subin, ovqatga ketdik. Yo'q, qornim to'q. Hoy, qayoqqa? Ba'zi birovlarni tabriklagani ketyapman. Ha, yana o'shani oldiganmi? Hoy, to'xtang. To'xtang deyapman. Xonandagi 8-yoshlar o'rtasidagi kino festivali. Haqidan ozish mumkin. Men g'olib bo'ldim. Mukofot 1 million won. Meni oyim doim menga kim bo'lsang bo'laver derdilar. Lekin men har kim bo'lishni xohlamayman. Hayot bir marta beriladi. Uni o'zim istagandek kechirishni xohlayman. Menimcha, odam bo'lishimda filmning o'rni juda katta. Mashhur rejissyor bo'laman. Meni filmlarim insonlarga odam bo'lishda yordam beradi. Faqat olg'a, Choyje. Ha, bu juda ajoyib nutq bo'ldi. Sizni yaqinlaringiz qayerda o'tiribdi, Ije?